Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun oyijon bizaniki mehmon keldilar. Oyijon kulib qo'ying, sizni ko'pchilik jahldor deb o'ylayman. Oyim yaxshi. Ha, kelinim kasal bo'lib qoldi deb kelib, osh pishirib bizga xursand qilyaptilar. Shunaqa. Oyijon o'zi zo'r ayollar. Hamma qizlarga, mana shunaqa oyijonlarga qaynona nasib qilsin deb duo qilaman. To'g'rimi, Jasmin? To'g'ri. Bu yerda bo'lsa Marat Xayrullayevich maza qilib tabiat qo'ynida dam olyaptilar. Bugun ishga chiqmadilar. Robot akamiz. Hozir hammamiz iftorlik qilamiz. Kuninglar xayrli bo'lsin. Ketamiz desa qo'ymay, mana shirinlik yeysiz, uyqimiz kelyapti desam toza havoda o'tirasiz deb olib qoldilar. Ko'zingiz oching. Ko'zingiz oching. Ko'zim ochildi. Hozir mana kofeni ichaman. Keyin ko'zim ochiladi. Shirinliklar keyin ana o'zi garmoshasi kelib ketadi. Yaxshi bo'ladi. Приятного аппетита. Rahmat. Все, рапо? Yoqimli ishlahat. Qizim, yaxshi kelingsiz. Maza qilyapti Aisha. Aisha. Masjidga qo'yib bor ekan. O'zi chala bo'lsa ham, no yaqinda ochishar ekan. Ha, 3-4 kunda maza qiladi keyin bola chala bo'ldi. Ой, Тяну, ты-ка. Хотите, я вам его покажу? Нет, не показывай, не показывай.